Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Chortoq yo'lidagi Rais ota mebelamiz. Şeyde ukalarimiz yangi chiqargan modelimiz tirishgan ekan, juda chiroyli ko'rinish beribdi. Biz Lo'ladagi magazinimizda ham bor. Bunaqa chiroyli turmaganligiga video qilib Instagramga qo'ymoqchi bo'lib kelganman. Mana shu mebelni yangi chiqardi. Mebellarimizni qatoriga. Lo'ladagi magazinimizda ham bor. Joy kichkinaligi sababli bunaqa chiroyli turmadi edi. Shunga berdagi ukalarimiz internetga qo'yishgan ekan, ko'rib mana video qilgan keldim. Shkafi mana shunaqa yo'diga o'ynab bo'ladi. Ko'p shkaflarga ahamiyat bersani, polkasi 3 ta bo'ladi. Bizniki 4 ta, o'sha mashinalar 5 tadan. Muskoy taraf 2 ga bo'lingan, Jeniskiy tarafida sefi va uzun qo'ynalik eledon holatda qilingan. Tumbalari, svitinilarni ham sensorli qilingan. Bu Xitoydan kelgan bu o'ynali. Chuqur palajayinida yonib o'chadi. Bu svitinini o'zidan o'chirib yoqsa bo'ladi. Kimga shunaqa chiroyli mebellar kerak bo'lsa, kim shu mebelni olsa, yana bir narsa, kim shu mebelimiz olsa, bir jup Halafader yostig'ini bonus qilib beramiz. 250 ming o'zir kunda sotib turilgan shu narsani.